Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim, shoshilinch va e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan masala haqida tushuntirish beraman. Bu xabar faqat 1-2 kishiga emas, pensiya olayotgan har bir fuqaro, pensiya rasmiylashtirish arafasi turganlar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar, shuningdek pensioner ota-onasiga yordam berayotgan farzandlar uchun ham juda muhim. Men sizdan iltimos qilaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki ko'p hollarda pensionerlar muammo chiqqandan keyin harakat qilishadi. Aslida esa ayrim hujjat karta, bank hisob raqami yoki ma'lumot bazasidagi xatolik vaqtida tekshirilsa, pensiya to'lovida kechikish, ortiqcha yugur, qayta murojaat qilish va asabiylashishning oldi olinadi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval pensiya to'lovlari qayta hisoblash, hujjatlarni tekshirish va bank orqali pul olish jarayonlari ko'proq qog'oz hujjatlar, mahalla, pochta, bank va pensiya jamg'armasi bo'limlari o'rtasidagi aloqalarga bog'liq edi. Ya'ni pensioner ko'p narsani o'zi borib so'rashi, ariza yozishi, ma'lumotnoma olib kelishi, ba'zan bir idoradan ikkinchi idoraga qatnashishi kerak bo'lardi. Ayrim holatlarda odam pensiyasi o'zgarish bo'lganini ham kech bilardi. Masalan, ish staji noto'g'ri kiritilgan, oylik maoshi to'g'risidagi ma'lumot to'liq tushmagan, bank kartasi muddati tugagan, yashash manzili o'zgargan, lekin tizimda eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Bu bir tomondan yaxshi. Ma'lumotlar tezroq solishtiriladi. Pensiyani tayinlash yoki qayta hisoblashda ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Bank kartasiga pul o'tkazish ancha qulay bo'ladi. Lekin ikkinchi tomondan elektron tizimda bitta noto'g'ri raqam ham muammo keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, pasport yoki ID karta ma'lumotidagi farq. Familiya yozilishidagi bitta harf xatosi, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilishi, bank hisob raqamining yangilanmagani. Karta muddat tugagani yoki telefon raqam pensionerning o'ziga bog'lanmagani pensiya to'lovi vaqtida tushmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bu xabarni shoshilinch deb aytyapman. Gap odamlarni qo'rqitishda emas. Gap shundaki, har bir pensioner o'z ma'lumotini vaqtida tekshirishi, pensiya summasi, to'lov sanasi, karta holati hujjatlari va aloqaga chiqish uchun telefon raqamini tartibga keltirib qo'yishi kerak. Ayniqsa, yoshi katta insonlarimiz mening pensiyam har oy tushyapti-ku, demak hammasi joyida deb o'ylashadi. Lekin muammo ko'pincha oldindan bilinmaydi. Bir oy kelib karta ishlamay qoladi, bank hisob raqam yopilgan bo'ladi. Yoki tizimda pensionerning holati bo'yicha qo'shimcha tekshiruv chiqadi. Ana shunda odamlar shoshilib qoladi. Birinchi navbatda pensiyasini bank kartasi orqali olayotgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Bugun ko'pchilik pensiyani plastik karta orqali oladi. Bu qulay. Pul kartaga tushadi. Bankomatdan yechish mumkin, do'konda ishlatish mumkin, farzandlar masofadan yordam berishi mumkin. Lekin kartaning muddati bor. Agar kartaning old tomonda, masalan, 0524 yoki 2125 deb yozilgan bo'lsa, bu uning amal qilish muddati tugaydigan oy va yilni bildiradi. Karta muddati tugasa, pensiya hisobingizga o'tgan bo'lsa ham, puldan foydalanishda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman: kartangizni olib, uning amal qilish muddatiga qarang. Agar muddati tugashiga 1-2 oy qolgan bo'lsa, bankka boring va kartani oldan yangilang. Oddiy hayotiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi Eltsimitdagi yoshli pensioner har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi deylik. U pensiyani kartadan naqd qilib olib yuradi. Kartaning muddati iyun oyida tugagan, lekin u bunga e'tibor bermagan. Iyul oyida pensiya tushganini SMS orqali ko'rgan. Ammo bankomat kartani qabul qilmagan. Keyin bankka borishga majbur bo'lgan, navbat kutgan. Yangi karta chiqarish uchun ariza bergan. Agar u kartani may oyida yangilab qo'yganida bunday ovora bo'lmasdi. Ikkinchi navbatda pensiya miqdori kutilganidan kam yoki ko'p tushayotgan pensionerlar o'z holatini tekshirtirish kerak. Masalan, siz avval 1.500.000 so'm olardingiz, keyingi oy 1.430.000 so'm tushdi. Buni darrov davlat kamaytiribdi deb tushunmaslik kerak. Sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Oldingi oyda ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lishi, biror ushlab qolish borligi, aliment, sud qarori, qarzdorlik.
yoki texnik tuzatish bo'lishi mumkin. Lekin sababini bilmasdan yurish to'g'ri emas. Siz pensiya jamg'armasi tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, yozma tushuntirish so'rashingiz mumkin. Men har doim og'zaki javob bilan cheklanmaslikni maslahat beraman. Mening pensiyam nima sababdan o'zgardi? Hisob kitobni tushuntirib bering deb ariza yozing. 3-guruh. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Pensiya tayinlanganda ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bolani parvarishlash davri, oliy ta'lim davri, arxiv hujjatlari kabi ko'plab ma'lumotlar hisobga olinadi. Agar bitta ish joyingiz bo'yicha ma'lumot topilmagan bo'lsa yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumot to'liq kiritilmagan bo'lsa, pensiya miqdori siz kutganingizdan past chiqishi mumkin. Masalan, fuqaro 35 yil ishlagan. Lekin tizimda 28 yil tasdiqlangan bo'lsa, natija boshqa bo'ladi. Yoki 1995 yildan 2005 yilgacha yaxshi maosh olgan, lekin arxiv ma'lumoti topilmagani uchun o'sha davr hisobga to'liq kirmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya tayinlangandan keyin bo'ldi, endi hech narsa qilib bo'lmaydi demang. Agar sizda qo'shimcha hujjat bo'lsa, qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilishingiz mumkin. 4-guruh. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda muddatlar juda muhim. Ayrim nogironlik holatlari muddati belgilanadi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugasa va hujjatlar vaqtida yangilanmasa, to'lovlarda to'xtalish bo'lishi mumkin. Men bunday fuqarolarga va ularning yaqinlariga alohida aytaman. Tibbiy xulosa nogironlik guruhi muddati. Qayta ko'rik sanasi qachonligini yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying, farzandingizga ayting. Muddat tugashiga kamida 1 oy qolganda kerakli shifokorlar, poliklinika va tegishli komissiya bilan bog'laning. 5-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu pensiya ko'pincha farzandlar voyaga yetguncha yoki o'qish holatiga qarab to'lanadi. Agar bola bo'linsa tekish yoshga to'lsa, o'qishni davom ettirsa, tegishli ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, talaba kunduzgi bo'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat talab qilinishi mumkin. Agar oila buni vaqtida taqdim etmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki aniqlashtirish jarayoni cho'zilishi mumkin. Shuning uchun har o'quv yili boshida ta'lim muassasasidan kerakli ma'lumotlarni olib, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish foydali. 6-guruh. Boshqa hududga ko'chib o'tgan pensionerlar. Masalan, fuqaro Samarqanddan Toshkentga ko'chdi, lekin pensiya hujjatlari va yashash manzili eski joyda qolgan. Bugun ko'p ma'lumotlar elektron almashinadi. Lekin baribir yashash manzili, bank filiali, aloqa raqami va pensionerning haqiqiy manzili mos bo'lishi kerak. Aks holda xabarnoma boshqa joyga ketadi. Chaqiruv yoki aniqlashtirish haqida pensioner bilmay qoladi. Ko'chgan bo'lsangiz, yangi manzilingiz bo'yicha tegishli pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Men muhim narsani aniq aytaman. Agar sizning pensiyangiz har oy belgilangan tartibda tushayotgan bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, telefon raqamingiz faol bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Xotirjam bo'lish uchun yiliga kamida 1 marta o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ygan yaxshi. Ayniqsa bank kartasi muddati, hisob raqam, pasport yoki ID karta, yashash manzili, telefon raqami va pensiya miqdoridagi o'zgarishlar bo'yicha e'tiborli bo'lish kerak. Masalan, 72 yoshli onaxon har oy pensiyasini qizining yordami bilan kartadan yechadi. Karta ishlaydi, SMS keladi, pensiya vaqtida tushadi. Bunday holatda har kuni pensiya jamg'armasiga borish shart emas. Lekin qiz oyda 1 marta kartadagi tushumlarni ko'rib, pensiya summasi to'g'ri tushganini tekshirsa, karta muddati tugashiga yaqin yangilasa, onaxon uchun eng katta yordam shu bo'ladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, telefon orqali keladigan yolg'on xabarlar. So'nggi paytlarda turli firibgarlar pensiya jamg'armasidanmiz. Pensiyangiz oshiriladi. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun kodni ayting. Pul tushishi uchun SMS kodini yuboring kabi gaplar bilan odamlarni aldashi mumkin. Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman, hech qachon SMS kod. Karta PIN kodi, karta orqasidagi raqam, bank ilovasi, parol yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamga aytmang. Haqiqiy xodim sizdan telefon orqali karta parolni so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bilingki, bu juda xavfli belgi. Ikkinchi tuzoq. Men sizga pensiyani oshirib beraman deydigan bo'stachilar. Ba'zi odamlar pensionerlarga yaqinlashib, tanishim bor.
hujjatingizni tezlashtirib beraman. Qo'shimcha pul undirib beraman deb pul so'rashi mumkin. Pensiya masalalari qonuniy hujjatlar asosida hal qilinadi. Agar sizda qo'shimcha ish staji, arxiv ma'lumoti, ish haqi bo'yicha hujjat, imtiyozli davrni tasdiqlovchi dalil bo'lsa, rasmiy ariza bilan murojaat qilasiz. Hech kimga xizmat haqi deb qo'lga pul bermang. Agar kimdir pul so'rasa, bu alohida shubhali holat. 3-nozik jihat. Pensiya o'shishi hamma uchun bir xil natija bermasligi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiyalar o'shdi degan xabarni eshitadi va hammaning kartasiga bir xil miqdorda qo'shimcha pul tushadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya turi avvalgi miqdor, ustamalar, kompensatsiyalar, ushlab qolishlar, minimal miqdor, ish staji va boshqa omillar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir pensioner 1 million so'm olgan bo'lsa va indeksatsiyadan keyin ma'lum foizga oshsa, boshqa pensioner 2 million so'm olgan uchun uning qo'shimcha miqdori boshqa bo'ladi. Kimdadir oldingi qarzdorlik bo'lsa, tushgan summa yana boshqacha ko'rinishi mumkin. 4-nozik jihat. Pensiyani boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, ishonchnoma masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Yoshi katta yoki sog'lig'i og'ir pensionerlar pensiyasini farzandi, qarindoshi yoki qo'shnisi olib berishi mumkin. Bunday holatda hujjatlar qonuniy bo'lishi kerak. Agar bank kartasi pensioner nomida bo'lsa, kartani ishlatish masalasida ehtiyot bo'lish zarur. Eng to'g'ri yo'l pensionerning manfaatini himoya qiladigan rasmiy tartibda rasmiylashtirilgan ishonchnoma yoki bankdagi qonuniy vakillik tartibini aniqlash. Chunki keyinchalik oilada nizo chiqsa, pul kim tomonidan olingani, qanday sarflangani bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. 5-nozik jihat chet elga ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, uning pensiya olish tartibi, hisobga olinishi va ma'lumotlarni tasdiqlash masalasida qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam mening kartamga pul tushaveradi deb beparvo bo'lmasligi kerak. Oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy kanallardan o'z holati bo'yicha aniq ma'lumot olish kerak. Chunki yashash joyi, shaxsni tasdiqlash, bank kartasidan foydalanish va ayrim hollarda hujjatlarni yangilash masalalari yuzaga kelishi mumkin. 6-nozik jihat vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu juda nozik, lekin aytishim shart bo'lgan masala. Agar pensioner vafot etsa, uning yaqinlari bu holatni rasmiy tartibda tegishli organlar orqali qayd ettirishi kerak. Vafot etgan shaxs nomiga tushgan pullarni noqonuniy yechish muammo keltirib chiqarishi mumkin. Keyinchalik ortiqcha to'lov deb topilsa, uni qaytarish talabi qo'yilishi ehtimoli bor. Shuning uchun bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l FHDYO orqali o'limni rasmiy qayd ettirish, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish va dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'yicha aniq tartibda so'rash. 7-jihat hujjatlardagi ism familiya farqlari. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, pasportda Yo'ldoshev deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida Yuldashev deb yozilgan yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 12 mart, boshqasida 21 mart bo'lib qolgan. Elektron tizim bunday farqlarni avtomatik tanimasligi mumkin. Natijada ish staji yoki ma'lumot to'liq qo'shilmasligi ehtimoli bor. Agar sizda shunday farqlar bo'lsa, ularni oldindan aniqlab, tasdiqlovchi hujjatlar, arxiv ma'lumotlari yoki sud orqali faktni belgilash masalasi bo'yicha maslahat oling. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Men sizga bosqichma-bosqich nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugashini ko'ring. Karta ishlayotganini, PIN kodni bilishingizni, SMS xabarnoma ulanganini, telefon raqami o'zingizga yoki ishonchli yaqin insoningizga tegishli ekanini aniqlang. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta oling. Bank xodimidan yangi karta chiqarish tartibi, muddati va eski kartadagi pul yangi kartaga qanday o'tishini so'rang. Ikkinchi qadam. Oxirgi 3-4 oyda tushgan pensiya summalarini solishtiring. Masalan, daftarga yozing, yanvar oyida qancha tushdi, fevralda qancha tushdi, martda qancha tushdi. Agar farq bo'lsa, sababini aniqlang. Bank ilovasidan foydalanadigan farzandingiz bo'lsa, undan hisobdan ko'chirma chiqarishni so'rang. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qancha tushganiga sarflangani ko'rinadi. Agar pensionerning o'zi ilova ishlatmasa, bu ishda farzandlar yordam berishi juda foydali. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilishga tayyorlaning. Borganingizda faqat pensiyamni tekshirib bering demang. Aniq savollar bilan boring.
Masalan, mening pensiyam qanday ish staji asosida hisoblangan, qaysi yillar hisobga olingan, pensiya miqdorimdagi o'zgarish sababi nima? Qo'shimcha hujjat topshirsam qayta hisoblash mumkinmi? Mening telefon raqamim va manzilim tizimda to'g'rimi? Ana shunday aniq savol bersangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 4-qadam, hujjatlaringizni bir papkaga joylang. Men har bir pensioner oilasida alohida pensiya papkasi bo'lishini maslahat beraman. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, bank kartasi ma'lumotlari, arizalar nusxasi va pensiya jamg'armasidan olingan javoblar saqlansin. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin muammo chiqqanda aynan shu papka sizni ko'p ovora bo'lishdan qutqaradi. 5-qadam, ariza yozishni biling. Agar pensiya miqdori, to'lov kechikishi yoki qayta hisoblash bo'yicha savolingiz bo'lsa, arizada shunday yozish mumkin. Mening pensiya to'lovim bo'yicha hisob-kitobni tushuntirib berishingizni, pensiya miqdorim o'zgarish sabablarini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Agar qo'shimcha ish staji bo'lsa, qo'shimcha taqdim etilayotgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlasangiz yaxshi. Bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 6-qadam, rasmiy manbalarga tayaning. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi to'xtaydi. Falon sanadan pul berilmaydi. Kartani yangilamasangiz pul kuyadi degan vahimali xabarlar ko'p tarqaladi. Har bir xabarni tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlari, Davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy kanallari yoki tuman bo'limi orqali aniqlashtiring. Begona Telegram kanallardagi tasdiqlanmagan xabarlar bilan qaror qabul qilmang. 7-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Agar siz bu videoni pensioner emas, balki pensioner ota-onasi bor farzand sifatida ko'rayotgan bo'lsangiz, men sizga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning kartasini tekshirib bering, pensiya tushumlarini ko'rib bering, hujjatlarni tartibga soling. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga birga boring. Ba'zan keksa odam savol berishga uyaladi. Navbatda charchaydi. Hujjat nomlarini tushunmaydi. Sizning 1 soat vaqtingiz ularning 1 oylik tashishini kamaytirishi mumkin. 8-qadam, hech kimga maxfiy ma'lumot bermang. Bank kartangizni begona odamga bermang. SMS kodini aytmang. Telefoningizga kelgan kodni xodim so'rayapti deb yubormang. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib, pensiyangizni oshiramiz, faqat kartangiz raqamini va kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Kerak bo'lsa, bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 9-qadam. Pensiya kechiksa, avval sababni aniqlang. Har bir kechikish yomon niyat yoki katta muammo degani emas. Bank texnik ishlari, dam olish kunlari, bayram kunlari, hisob-kitob jarayonlari yoki ma'lumot aniqlashtirish sabab bo'lishi mumkin. Lekin kechikish bir necha kun davom etsa, sukut saqlamang. Bankdan hisobga pul tushgan-tushmaganini so'rang. Agar bank tushmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar tushgan, lekin kartada muammo desa, bank bilan hal qiling. 10-qadam, qayta hisoblash huquqingizni unutmang. Agar siz keyinroq eski ish joyingizdan arxiv ma'lumoti topgan bo'lsangiz, mehnat staji tasdiqlangan bo'lsa, oldin hisobga olinmagan davr bo'yicha hujjat chiqqan bo'lsa, bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Hujjatni olib rasmiy murojaat qiling. Natija har doim ham katta oshish bo'lmasligi mumkin, lekin ba'zan 100 ming, 200 ming, hatto undan ko'proq farq berishi mumkin. Pensioner uchun esa har oyda qo'shimcha 100 ming so'm ham dori-darmon. Kommunal to'lov yoki oziq-ovqat uchun muhim yordam. Yana bir hayotiy misol. Bir ota 30 yil zavodda ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 24 yil hisobga kirgan. Sababi eski zavod tugatilgan, arxiv hujjatlari topilmagan. Keyin farzandi viloyat arxiviga so'rov yuboradi. Ma'lumot topiladi, ish davri tasdiqlanadi. Shundan keyin ota pensiya jamg'armasiga ariza beradi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Mana shunday holatlar hayotda bor. Demak, hujjat izlashga erinmaslik kerak. Yana bir misol. Onaxon boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini nevarasi uchun oladi. Nevara O'rinbekov yoshga to'lgandan keyin kollej yoki universitetda o'qishni davom ettiradi. Lekin o'qish ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmagani uchun to'lov to'xtab qoladi. Keyin hujjat olib boriladi, jarayon tiklanadi.
lekin oila bir necha hafta qiynaladi. Agar ular o'quv yili boshidayoq ma'lumotnoma tayyorlab qo'yganida bunday uzilish bo'lmasdi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi shoshilinch xabarning mazmuni bitta. Pensiya masalasida beparvo bo'lmang. Kartangiz muddati, hujjatlaringiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, pensiya miqdoringiz va to'lov sanalarini tekshirib boring. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan tartibga keltirish ancha oson. Men yana bir bor eslataman. Hech kimga SMS kod bermang. Karta parolini aytmang. Postachilarga pul bermang. Har bir masalada rasmiy murojaat qiling va imkon qadar yozma javob oling. Farzandlar esa ota-onasiga yordam berishni ortga surmasin. Chunki pensionerlar uchun bu masala faqat pul masalasi emas. Bu ularning xotirjamligi, dori darmoniga yetadigan mablag'i, kundalik hayoti va o'zini himoyalangan his qilishidir. Agar sizning pensiyangizda kechikish, kamayish, qayta hisoblash yoki karta bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, hujjatlar va fuqarolarga tegishli muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.